Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Avalon kir yuvish mashinalari flagmani 1212 DD Prime modelini taqdim etamiz. Bu model DD inverter, ya'ni remensiz ishlaydigan motor bilan jihozlangan bo'lib, 12 kilogrammgacha bo'lgan kirlaringizni bemalol yuvib bera oladi. Space Pro texnologiyasi asosida aynan flagman modelimizga kam joy egallaydigan platforma asosida ishlab chiqarilgan. Baraban diametri 53 sm ni tashkil etadi. Flagman modeliga xos bo'lgan ko'rinishni 1212 DD Prime modeli o'zida mujassam etgan. LED sensor display. Funksiya tanlash dastagi ham LED display bilan jihozlangan. Ushbu modelimizning eshigiga qizdirilgan oyna o'rnatilgan. U oddiy oynalarga nisbatan 8 barobar mustahkam bo'ladi. Va ustidagi qoplama 99% ga qirg'ichlardan himoyalangan. 1212 DD Prime modeli eng so'nggi rusumdagi DD motor bilan jihozlangan. Bu esa o'z o'rnida past shovqinda ishlashni ta'minlaydi va ESP, ya'ni elektron muvozanat nazorati programmasi bilan boshqa modellardan farqlanadi. Elektron muvozanat nazorati o'zi nima? Kir yuvish mashinasida ilg'or texnologiyali platalar tebranish chastotasini o'lchab, magnitli levitatsion privod orqali vibratsiyani 35% ga kamaytiradi. 1212 DD Prime modelimizda IDOS funksiyasi mavjud bo'lib, suyuq kir yuvish vositasini intellektual mexanizm orqali avtomatik ravishda sarf qiladi. 650 ml suyuq kir yuvish vositasi bilan siz 50 marotibagacha kir yuvishingiz mumkin. Bu sizni qancha kir yuklashingizga bog'liq. Flagman modelimizda haqiqiy premium funksional jamlanmasi mavjud bo'lib, bulardan kumush ionlari orqali sterilizatsiya qilish, ultra binafsha nurlari orqali sterilizatsiya qilish ham mumkin. Eng yoqimlisi, super spa rejimida kiyimlaringizni sifatini tushirmagan holda sterilizatsiya va dezodorasiya qilishingiz mumkin. Avalon, mukammallik va qulaylik.